Yaxshi qiz kechirasiz. Nechinchisiz? 2010. 2010 rostdan. Qarang, mana shu sushimizni 5 ta ishlashni yeb qo'ysangiz 500 ming so'm pul berardim, yeb ko'rasizmi? 3 ta yeb qo'yaman. Aniqmi? Yuring bo'lmasa. Xo'p, yaxshi qiz, tayyormisiz? Qarang, agar mana shu sushimizni 3 ta ishlashni yeb qo'yaman dedingiz, 3 ta deb qo'ysangiz, mana 500 ming so'm olib ketaverasiz. Tayyor bo'lsangiz, boshlasangiz bo'ladi. Ismingiz nima? Marjona. Marjona. Xo'p, sushi yoqadimi o'zi? Yoqaman. Yeb turasizmi? Katta bo'lsa birinchisini ko'ramiz. Kattaroq ishlaymiz faqat. Yuzlaringizni yopib tashladingiz-ku. Katta ikkinchisini ko'ramiz. Uchinchisini ko'ramiz. Kattaroq ishlaysan endi. Katta. Xo'p, Marjonaxon to'rtinchisini ko'ramizmi? Katta kattaroq ishlaymiz endi. 5 tadan ketmaydi bo'lmasa. Katta. Xo'p, endi bu yoq bittada ketish kerak endi. Ketadimi? Harakat qilamiz. Qarang, bittada yeb qo'ysangiz 500 ming olib ketasiz lekin. Bu yoqqa qo'ying. Bu yoqqa. Katta oxirgisini ko'ramiz. Qolmadimi? Afsuski singlim, sushimizni 5 ta ishlashdan yeb olmadingiz. O'zi 2010 misiz rostdan? 2007. 2007 misiz? Gap bo'lishi mumkin emas. Imperiyaga obuna bo'lganmisiz? Bo'lganman. Ko'rsata olasizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Bizlarga obuna bo'lgan ekansiz. Obuna bo'lganingiz uchun, yeb bera olmaganingiz uchun mana shu pizzamiz sizga Imperiya pizzadan sovg'a. Rahmat. Yoqdimi sushimiz? Yoqdi. Arzimayin, sizga ham rahmat.